Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə sizlərə bu haftadan bu yan yüz bergan Uyg'urlarga munosabatlik ba'zi muhim hodisalarni eslatib o'tmoqchimiz. Tövəndə diqqətinizlər haftalik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Muhacirat yaşayotgan Şərq Türkistonlik qarindoshlarimiz 11 oyning sultoni Muborak Ramazon ayini suyumlik vataniga, shundaqla vatandagi ota-ona, urug' tuqqan va do'st yoralarga ham qadrdan xalqiga bo'lgan cheksiz seg'inish tuyg'usi bilan azob, g'ashlik va mayuslik ilkida kutib olishga majbur bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi 2 aprel kuni Ramazon oyining yetib kelganligi munosabati bilan e'lon qilgan videoluq va yozma tabrigida butun dunyo musulmonlarining, jumladan Sharq Turkiston xalqining Ramazon oyini muboraklash bilan birga muhojirat yashayotgan qarindoshlarimizni ushbu muborak oyda o'zaro ixtilof va adovatlarni kollasidan chiqarib etib, o'zaro sevgi va ittifoqlikni yanada kuchaytirib, vatanda zulm ostida jon talashayotgan xalqimizning hurligi va ozodligi uchun milliy mustaqillik kurash yo'limizda birlikda ilgirlashga chaqirib bundoq dedi. Bu ulug'ay ulug' kunlarda har bir ibodatimizda Janob Allohdan vatanimiz Sharq Turkistonga ozodlik, xalqimizga hurlik tilayli. O'z xalqimizning hurligi va erkinligi yo'lida shahid bo'lgan aziz shahidlarimizning ruhiga Fotiha o'qiyli. Ularning so'yimlik ota-ona, urug' tuqqanlarga sabr toqat tilayli. Her qitimliq iftorlarimizda, duo tilovatlarimizda Janob Allohdan Xitoyning zindonlarida azob uqubat chekayotgan sonsizlagan botur azmatlarimizning erkinligiga erishishini tilayli. Ko'z yoshlarimiz har zaman vatan ichidagi mehribon xalqimizning ko'z yoshlari bilan birga bo'lsin. Mana bu muborak oyni Janob Allohning buyrug'inidek xayr saxovat, ihson, shafqat, birlik, ittifoqlik, do'stlik, hamkorlik va sevgi muhabbat iyiga aylantirayli. Ushbu muborak oyda Xitoyning va har qaysi allarning turmalarida va lagerlarda azob chekayotgan qarindoshlarimizga Allohdan kuch-quvvat, nusrat va hurlik tilayli. Ularga yordam qo'limizni sunishni bir insoniy, milliy, diniy va qarindoshlik burchimiz deb bilayli. Hammamiz o'zaro ixtilof va adovatlarni kollamizdan chiqarib etib, vatanda zulm ostida jon talashayotgan xalqimizning hurligi va ozodligi uchun milliy mustaqillik kurash yo'limizda birlikda ilgirlayli. Dolqun Aysa apandi Ramazonlik tabrikida diniy zotlarimiz bilan ziyolilarimiz o'rtasidagi o'zaro hurmat, birlik, ittifoqlik va hamkorlikni yanada kuchaytirishning, bo'libmi musulmon Sharq Turkiston xalqining diniy hissiyotlariga alohida hurmat qilishning muhimligini ta'kidlab mundoq dedi. Aziz qarindoshlarim, hammanglarga ma'lum bo'lganidek Islomiyatning ashaddiy dushmani hisoblangan mustabid kommunist Xitoy hokimiyati vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 1949-yildan toki hozirgacha musulmon xalqimizni majburiy dinsizlashtirish va muqaddas islom dinimizning go'zal vatanimizdagi shonliq izini butunlay o'chirish uchun qilmagan vahshiyliklari qolmadi. Bo'libmi vatan ichidagi xalqimizni bo'lish va parchalash uchun diniy zotlarimiz bilan ziyolilarimiz o'rtasida sun'iy ziddiyat paydo qilib va pishni uruqqa chechib, millatimizning javhariy va yetakchilari hisoblangan diniy zotlarimiz bilan ziyolilarimiz o'rtasida dushmanlik paydo qilishga o'rinib keldi. Shuning uchun mayli diniy zotlarimiz bo'lsin yoki ziyolilarimiz bo'lsin, bir-biri bilan bo'lgan sevgi, hamkorlik va ittifoqlikni yanada kuchaytirish orqali Xitoyning bu xil suiqasdini gumron qilishi lozim. Faqat da'vo qilayotganlarning emas, muhojiratdagi butun qarindoshlarimizning ham diniy alohidaligimizni, ham milliy alohidaligimizni birga qo'g'dash va ega chiqish majburiyatimiz bor. Xalqimiz ming yillardan buyon e'tiqod qilib kelgan va bu muqaddas yo'lda sonsizlagan shahidlarni bergan islom aqidalarimizni, islomga bo'lgan sevgimizni, musulmonlik g'ururimizni qo'g'dab qilish faqat diniy zotlarimizning emas, balki butun ziyolilarimizning, jumladan keng avom xalqimizning burchi va majburiyatidan iborat. Bu dunyo Uyg'ur qurultiyining tavranmas prinsipidir. Shuning uchun mayli ziyolilarimiz bo'lsin yoki boshqa sohalarga mansub har qanday shaxslarimiz bo'lsin, musulmon Sharq Turkiston xalqining diniy e'tiqod tuyg'ulariga alohida hurmat qilishi, muqaddas islomning shon sharafini qo'g'dishi, xalqimizning diniy hissiyotini ranjitadigan so'z harakatlardan qat'iy saqlanishi va muhojirat yashayotgan xalqimizning iymonini, diniy alohidaliklarni texmo kuchlantirish uchun tirishchanlik ko'rsatishi lozim. Bizni biz qilgan diniy va milliy alohidaliklarimizni voz kechish yoki uni rad qilish mohiyatda o'zimizni, uyg'urligimizni, kimligimizni rad qilganlikdir. Shuni qayta ta'kidlab o'tmoqchimanki, xalqimizning diniy va milliy hissiyotiga hurmat qilmaganlar oldi bilan dunyo Uyg'ur qurultiyining va keng xalqimizning qarshiligiga uchraydi xolos. Bugun ya'ni 5 aprel bo'lsa yaqinqi zamon tariximizdagi milliy ko'rishimizning ilhom bo'lig'i hisoblangan Barin inqilobining 32-yillik xotira kunidan iborat. Hammamizga ma'lum bo'lganidek vatanimiz Sharq Turkistonning Barin yezisida 1990-yil 4-oyning 5-kuni Zaydun Yusuf boshchiligidagi vatanparvar o'g'lonlarimiz Xitoy kommunist hokimiyatining xalqimizga selayotgan dahshatli eg'ir zulmi, siyosiy bisimi, irqiy kamsitishi
milliy va diniy jihatdagi yo'qotish siyosatiga qarshi qo'zg'alib, kurashchan Uyg'ur xalqining va jangovar ajdodlarimizning zulmga va mustamlikachilarga tiz bukmaydigan kurashchan ruhini namoyon qilgan edi. Bu munosabat bilan dunyoning har qaysi ellarida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari Xitoy elchixonalari oldida namoyish olib berish, axborot va bayonot e'lon qilish, suhbat yig'inlarini uyushtirish va Qur'on tilovat o'tkazish qatorliq shakllardan foydalanib, Barin inqilobining 32-yilligini xotirladi va Zaydin Yusuf boshchiligidagi qahramon o'g'il qizlarimizga bo'lgan cheksiz hurmatini va sevginishini ifoda qilishdi. Dünya Uyghur Qurultayının Barin inqilobining 32-yilligi munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida mundaq deb ko'rsatilgan. Barin inqilobining 32-yilligi munosabati bilan erkinlik, hurlik uchun kurash qilib, issiqqonlarini pido qilgan Zaydin Yusuf boshchiligidagi butun shahidlarimizni eslaymiz. Millatimizning sharafini qo'g'dash yo'lida kurash qilgan, Xitoy turmalarida va jazo lagerlarida zulm chekayotgan, Xitoyning ichki o'lkalarida majburiy ishlamchilikka selinayotgan, ammo mustabid Xitoy hokimiyatining zulmiga aslo bosh egmagan qahramon o'g'il qizlarimizga Allohdan g'ayrat va sabr tilaymiz. Barin inqilobi vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy mustabidlarining fashistlik hukmronligini og'dirib tashlab, Sharq Turkiston xalqining erkinligi, mustaqilligini qo'lga keltirish g'oyasi bilan o'ttirg'i chiqqan shalliq bir inqilob edi. Shundan buyon Barin inqilobi Uyg'ur mustaqillik harakatining ilhom manbasiga aylandi. Sharq Turkiston xalqining erkinlik irodasining mangu sunmaydiganligini dunyoga jakarladi. Biz har yili bu shalliq inqilobimizni iftixor bilan xotirlagan vaqtimizda millatning irodasi va orzu-armoni yo'lida aziz jonlarini qurbon qilgan shahidlarimizni hurmat bilan eslaymiz. Zaydin Yusuf boshchiligidagi qahramon o'g'lollarimizga ehtirom bildiramiz. Shuning bilan birga Xitoy mustabidlari tarafidan shahid qilingan barliq vatan ichidagi aziz qarindoshlarimizga Janobi Allohdan u dunyolik rahmat tilaymiz. Xitoy zindonlarida va jazo lagerlarida hilmi aziyat chekayotgan fidokor azmatlarga arik tilaymiz. Barin inqilobi yaqinqi zamon tariximizdagi milliy kurashimizning ilhom bo'lig'i. Uyg'ur xalqi bu shalliq kurash dostonini abadiyan iftixorlanish tuyg'usi ichida yod etadi va Zaydin Yusuf boshchiligidagi aziz shahidlarimizning kurash irodasiga sodiqlik bilan vorislik qiladi. Barin inqilobining 32-yilligi munosabati bilan Dünya Uyg'ur Qurultayi va Turkiyada aktiv faoliyat olib berayotgan Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqti 3-mart kuni Istanbulda iftor faoliyati o'tkazib, 2022-yillik muborak Ramazon oyini qutluqlash bilan birga 1990-yili 5-aprel kuni vatanimiz Sharq Turkistonda yuz bergan Barin inqilobining 32-yilligini xotirlagan va aziz shahidlarimizning ruhiga Fotiha o'qigan edi. 4-aprel kuni kechda Dünya Uyg'ur Qurultayi ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Ahmadov apandimning boshchiligida Qurultay Qozog'istondagi rahbarlari Olmuta shahrida Barin inqilobining 32-yilligi munosabati bilan maxsus iftor faoliyati o'tkazib, Zaydin Yusuf boshchiligidagi aziz shahidlarimizning ruhi uchun Qur'on tilovat qildi. Dünya Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi, Qozog'istondagi peshqadam kurashchimiz va milliy ustozimiz Qahramon G'o'janbardi apandim iftor va xotirlash faoliyatida qilgan so'zida bundan 32 yil burun yuz bergan Barin inqilobining maydonga kelish sababi va uning Xitoy hokimiyati tarafidan qonliq bostirilishi haqida izohat berish bilan birga Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari, uning xalqarodagi inkoslari, shundaqla Dünya Uyg'ur Qurultayining Xitoyning vahshiyliklariga qarshi dunyo siyosiy sahnalarida ilib berayotgan kurashlari haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Bugun Yani 5-aprel kuni Qahramon G'o'janbardi apandi yana Barin inqilobining 32-yilligi munosabati bilan Qurultay nomidan maxsus bayonot e'lon qilib, O'rta Osiyo xalqlarini Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga qarata rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi inkas qaytarishga va o'zlari bilan qondosh va dindosh bo'lgan Uyg'ur qarindoshlariga amaliy harakat orqali ega chiqishga chaqirdi. Undan boshqa yana istansimiz bugun Barin inqilobining 32-yilligiga beg'ishlangan maxsus suhbat programmasini uyushtirib, bundan 26 yil burun Amerika parlamentida Xitoy hokimiyatining Barin nisida ilib bo'lgan qonliq bostirishi haqida guvohlik bergan peshqadam jurnalist va navbatda Dünya Uyg'ur Qurultayining tashkiliy xizmatlariga mas'ul muavin raislik vazifasini o'tayotgan Farhod Yo'ronqach apandi bilan Barin inqilobining maydonga kelishiga sababchi bo'lgan asosli omillar, uning Xitoy hokimiyatiga ko'rsatgan ta'siri, shundaqla Barin inqilobining tarixiy ahamiyati haqida suhbat ilib bordi. Dünya Uyg'ur Qurultayi tarkibidagi Yevropa Sharq Turkiston birligining o'rinlashtirishi bilan bugun, ya'ni 5-aprel kuni Barin inqilobining 32-yilligi munosabati bilan Germaniyaning Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarshi namoyish o'tkazildi. Bu vaqtda xabarimizning tafsilotini keyingi qaytimliq programmamizda ayrim diqqatingizga taqdim qilamiz. Növətdə Amerikada xizmət ziyaretida bolayotgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandim 6-aprel kuni Dünya Uyg'ur Qurultayi ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining program yetakchilaridan Louisa Gerin va Peter Ivillaning hamrohligida Amerika tashqi ishlar ministrligini ziyorat qilib, Amerika tashqi ishlar ministrligining Sharqi Osiyo va Tinch okean ishlariga mas'ul muavin ministr Rick Waters apandim va uning yordamchilari bilan ko'rishib, Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi haqida maxsus suhbat ilib bordi.
Dolqun Aysa va Umar Qanat әпәнделәр көрішті qilgan so'zlarda xalqaro jamoatchilikning shuncha kuchli besimi va noroziligiga qaramasdan Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining hozir ham izchil davom qilayotganligini xotirlatib o'tish bilan birga Xitoyning bu xil vahshiyligini to'sib qilish uchun Amerika hukumatining Xitoyga qaratgan jazo va embargo tadbirlarini yanada oshirishni umid qiladiganligini ifoda qilishdi. 6 aprel kuni Dolqun Aysa va Umar Qanat әпәнделәр yana Oqsaroy Milliy bexatarlik kengashining mas'ul xodimlari bilan ayrim uchrashuv elib berib, Dünya Uyghur Qurultayının Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish va chet ellardagi Uyg'ur muhojirlarini Xitoyning ziyonkashligidan qo'g'dab qilishga munosabatlik ba'zi jiddiy talablarni o'ttirg'a qo'ydi. Uning oldingi kuni, ya'ni 5 aprel kuni Dolqun Aysa va Umar Qanat әпәнделәр Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini tanishtirgan parlament a'zosi Yong Kim xonim bilan maxsus uchrashuv elib berib, uning bilan Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini qanday qilib Amerika Davlat Majlisida qabul qildirish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun Amerika hukumatining Xitoyga qarshi yana kuchli jazo tadbirlarini yo'lga qo'yish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini qanday qilib Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining kun tartibiga ilib kelish, chet ellardagi Uyg'ur muhojirlarining bexatarligiga qanday kapolatlik qilish qatorliq keng mazmunlarda tafsiliy suhbat ilib borgan edi. Ramazan iyi kirishi bilan Texas shtatini ziyorat qilgan Dolqun Aysa va Umar Qanat әпәнделәр tunji iftasini Texasdagi Uyg'ur jamoati bilan birga o'tkazib, ularning da'voyimizga va Dunyo Uyg'ur Qurultayining ilib berayotgan xizmatlarga munosabatli turli savollarga javob bergan edi. 6 aprel kechda Dolqun Aysa әпәнди va Dunyo Uyg'ur Qurultayining Amerikadagi rahbarlari birlikda navbatda Amerikada panoh tilab turayotgan jasur lager shohidlarimizdan Zumrat Davud, Turusnay Ziyovdin, Mehrigul Tursun, Gulzira Avulqon va ularning oilasidagilarga qurultay nomidan maxsus iftor berib, ularning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va Xitoyning jazo lagerlari tuzumini dunyoga fosh qilish jihati hozirga qadar ko'rsatib kelgan zo'r fidokorliklarga takror minnatdorlik bildirish bilan birga, ularning turli savollariga astoydillik bilan javob berdi. İftarda Dünya Uyghur Qurultayining muavin raisi Zübeyra Şamsiddin, Qurultay ijroiya komitetining raisi Umar Qanat, muavin raisi Ilshat Hasan Ko'kböre qatorliqlar Dolqun Aysa әпәнди bilan birga bo'ldi. Dolqun Aysa әпәнди iftarda qilgan so'zida Amerikadagi va boshqa ellardagi jasur lager shohidlarimiz duch kelayotgan turli qiyinchiliklarni hal qilish uchun Dünya Uyghur Qurultayining butun kuchi bilan tirishchilik ko'rsatadiganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın himayesinde ve Dünya Uyghur Qurultayining o'z ichiga olgan 25 kishilik huquq tashkilotining sponsorligida 5 apreldan 6 aprelgacha Janvardagi xalqaro konferens markazida o'tkazilgan 2022 yillik Janvar kishilik huquq va demokratiya munbir yig'iniga qatnashgan Dünya Uyg'ur Qurultayining bayonotchisi. Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin xonim dunyoning har qaysi ellardan kelib to'plangan kishilik huquq qahramonlari va kishilik huquq qo'g'dovchilarga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarini yanada tafsiliy anglatish fursatiga ega bo'ldi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın himayesinde 2009 yıldan bu yana her yılı bir qitim o'tkazilib kelinayotgan bu navbatlik Janvar kishilik huquq va demokratiya munbir yig'inida begunoh tutqun qilinganlar va izdereksiz g'oyib bo'lganlar masalasi yig'inning asosli kun tartiblarining biri bo'ldi. 6 aprel kuni yig'inda so'z qilgan Zumratay Erkin xonim Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining hozir ham izchil davom qilayotganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, xalqaro jamoatchilikni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi yanada jiddiy va kuchli inkas qaytarishga chaqirdi. Shu kuni Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonim bu yig'inda qilgan so'zida Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonimning Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy kengashi tarafidan allabulun hozirlab bo'lingan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi tekshirish dokladini toki hozirgacha kechiktirib e'lon qilmaganligini qattiq tanqid qilgan va Michel Bachelet xonim sizni Xitoy kontrol qilib oldimi qanday deb savol qo'ygan edi. Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining muavin raisi, Dünya Uyghur Qurultayining sobiq qonun maslahatchisi, uzun yillik fidokor va iqtidorli siyosiy faoliyatchimiz advokat Nuri Turkal әпәндимning vatandagi qadrli dadisi Oblikim әпәндимning Muborak Ramazonning tunji kuni 83 yoshida shahodatga erishganligining xabari muhojiratga qarindoshlarimizni cheksiz azobga soldi. Chet ellardagi ko'plagan Uyg'ur tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz va avom xalqimiz bu munosabat bilan bas-basda ta'ziyanoma e'lon qilib, marhum Oblikim әпәндимga Allohdan rahmat, Nuri Turkal va oilasidagilarga sabr tilash bilan birga, chet ellarda ilib berilayotgan milliy kurash sepimizda eng ko'zga ko'ringan siyosiy faoliyatchilarimizning biri hisoblangan advokat Nuri Turkal әпәндимga bo'lgan cho'nqur hurmatini izhor qilishdi. Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa әпәнди bu munosabat bilan Qurultayning Facebook sahifasida e'lon qilgan ta'ziyanomasida Nuri Turkal әпәндимning o'z xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish yo'lida tavranmas iroda, ishonch va jasorat bilan ilib berayotgan kurashlari sababli mustabid Xitoy hokimiyatining uzun yillik ta'qib qilishiga, savol so'roq qilishiga va bir mezgil jazo lagerlariga qamishiga duchor bo'lgan jasur Uyg'ur ziyolisi Oblikim әпәндимning vafotidan cheksiz qayg'urish va azoblanish his qilganligini, bu munosabat bilan marhumga Allohdan rahmat, Nuri Turkal va oilasidagilarga sabr tilaydiganligini ifoda qilish bilan birga Uyg'ur masalasining xalqaralashishida,
Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Amerika tarafidan qabul qilinishida, shundaqla Amerika parlamentida Uyg'urlarga munosabatlik maxsus qonunlarning chiqarilishida va Uyg'urlar masalasining Amerikaning har qaysi sohalarida to'nilishida intayin muhim rol o'ynab kelgan Nuri Turkaldek bir g'ururliq, fidokor, iqtidorli, jasur va muhojiratga xalqimiz tarafidan so'yilgan bir siyosiy faoliyatchimizni yetishtirgan marhum ustozimiz Abdulikim apandimdan cheksiz iftixorlanadiganligini va g'urur tuydiganligini ifoda qildi. Mərhum Abdulikim əpəndimning faşist Xitay hakimiyyətinin türlük təhdid, besim və xorlaşlarına pisət qılmağanlığını, Nuri Turkal əpəndimning vətəndəki söyümlük ata-anası və mehriban tuqqanlarının Xitay tərəfindən uzun il görəgi elinib-ilinğanlığına pərva qılmay, özünün haqlıq davasıdan qılçı vaz keçməkənligini, aksincha Xitayning irqiy qirg'inchiligiga uchrayotgan turmalarida, jazo lagerlarida va majburiy emgak maydonlarida jon talishayotgan millionlagan aziz xalqining ichinishliq ovozini xalqaro jamoatchilikka tuyg'uzish uchun texmo jasorat va aqida bilan kurash qilib kelganligini xotirlatib o'tgan Dolqun Aysa əpəndim, Nuri Turkal va uning vatandagi oilasining beshiga kelgan bu tragediyalarning muhojiratda yashayotgan ko'plagan qarindoshlarimiz duchor bo'layotgan o'rtaq taqdir ekanligini ta'kidladi. Advokat Nuri Turkal əpəndi dadısının vafoti munosabati bilan e'lon qilgan aslamsida atalmış Şinjan universitetini bitirgan dadisi Abdulikim əpəndimning 90 yillarning oxirida pensiyaga chiqishdan burun Qashqar universitetida professorlik qilganligini, dadisi va onasi bilan oxirgi qitim 2004-yili Amerikada ko'rish fursatiga erishganligini, 2007-yili Xitoyning uning ota-onasining pasportini musodir qilib chet elga chiqishini cheklaganligini, shundan buyon Xitoyning hadisili saqchixonaga so'rab opirib so'roq qilishiga uchrab kelganligini, 2018-yili dadisining putining yarda bo'lishiga qaramay Xitoy hokimiyatining uni bir qancha oylab kundagi atalmış qayta tarbiyalash kursiga qatnashga majburlaganligi xotirlatib o'tildi. İkinci növbətlik Şərq Türkistan Milliy Kengashi tayyorlik komiteti uqtirish e'lon qilib, Milliy Kengashga taklif qilingan har sazatlarimizdan kengash yig'iniga turli temalar bo'yicha doklad taqdim qilishni talab qildi. Uqtirishning to'liq teksti tuvandagicha. Dünya Uyghur Qurultayının sahibxonligi va har qaysi ellardagi qarindosh tashkilotlarimizning sponsorligida bu yil 5-oyning 26-kunidan 28-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqiriladigan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashining kun tartibi va kengashda muzokara qilinadigan nuqtaliq temalar asosiyatini muqimlashdi. Bu navbatlik Milliy Kengash yig'inida muzokara qilinadigan temalar tuvandagicha. 1-bo'lim Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasini insoniyat masalasiga aylantirish. 1. Islom musulmon dunyosining masalasiga aylantirish. 2. Türk dünyasının meselesiga aylantirish. 3. Dünya meselesiga aylantirish. 2. bölüm hozirgi utuqlarni kuchga aylantirish. Texmo saviyalik va uzun muddatlik da'vo siyosati. 1. 2020-yildagi Uyg'ur inson haqlari siyosati qonuni va Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunidan qandoq foydalanish va ularni faoliyatlarga aylantirish. 2. Uyg'ur sotining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgan hukmidan qandoq foydalanish va ularni faoliyatga aylantirish. 3. Mustamlik davlat va xalqlarga mustaqillik berish xitobnomasidan qandoq foydalanish va uni faoliyatga aylantirish. 3-bo'lim xalqaro qonun va qoidalarga asosan Uyg'urlar va Sharq Turkiston masalasi. 1. Xalqaro qonun va o'z taqdirini belgilash bilan mustaqillik masalasi. 2. Himoya ostiga olish mas'uliyati va Sharq Turkiston uchun inson haqlari ko'rishi. 3. Magnitskiy va buningga o'xshash qonunlardan foydalanish. 4-bo'lim Sharq Turkiston da'vosining xalqaro kun tartibidagi izchillik va hamkorlik masalasi. 5-bo'lim Xitoy siyosati va da'vo masalasining choralari. 6-bo'lim o'zgarayotgan xalqaro vaziyat va da'vo masalasining choralari. 7-bo'lim Sharq Turkiston tashkilotlari o'rtasida hamkorlik va vazifa taqsimoti masalasi. Yuqorqi temalarni ko'radigan asosdan tuvandagi masalalar ustida muzokara olib beriladi. 1. Uyg'ur majburiy emgakidan naf ilayotgan xalqaro shirkatlarga qarshi yurgiziladigan konkurs siyosatlar. 2. Xitoyning Sharq Turkiston siyosati va uning da'voyimizga ko'rsatayotgan ta'siri. 3. Xitoyning jazo lagerlari tuzumiga qarshi Uyg'urlarning kimligini qo'g'dab qilishning konkurs choralari. 4. Muhojiratga Uyg'urlarning kimligini qo'g'dab qilish masalasi. 5. Muhojirlar masalasi. 6. Xitoy hakkerlarining hujumidan saqlanish va da'voyimizning bexatarligini qo'g'dash uchun bexatarlik mexanizmini qurib chiqish masalasi. 7. Da'voyimizga zarur kerakli bo'lgan iqtisodni qandoq hal qilish masalasi. 8. Da'voyimizda yoshlarning rolidan qandoq foydalanish masalasi. 9. Da'voyimizda ayollarning rolidan qandoq foydalanish masalasi. 10. Vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarning nopusini muqimlashtirish va birlikka keltirish masalasi. 11. Muhojiratga Uyg'urlarda psixikalik sog'lomlik va uning da'voyimizga ko'rsatadigan ta'siri. 3 kun davom qiladigan Milliy Kengash yig'inida yuqorqi temalar bo'yicha maxsus savol-javob bo'limlari o'rinlashtiriladi. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga taklif qilingan aziz mehmonlarimiz ichida yuqorqi xohlagan bir tema ustida doklad berishni orzu qilganlar, dokladning temasini va dokladning asosliq mazmunini yerim batdan eshib ketmagan holda yozma shaklda Dunyo Uyg'ur Qurultayining siyosiy va strategiya xizmatlariga mas'ul muavin raisi Dr. Erkin Akram apandiga 5-oyning 1-kunidan burun oldin yo'llab berishi lozim. Agar har xil sabablar bilan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga qatnashamaydigan qarindoshlarimiz o'zlarining yuqorqi temalar asosidagi yozma dokladini va taklif fikrlarini Dr. Erkin Akram apandimga 5-oyning 1-kunidan burun yo'llab berishi kerak. Hurmat bilan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komiteti. Hurmatli ko'ruvchilar,
Yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultayı to'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayri xo'sh. Can verip ahır bu